98-yili Bishkekda Qirg'iziston bo'yicha olib qoldi. Al kezde ham o to'liq Qur'on jatlagan qarilar az bo'lib, bizda birinchi boshtalgani 1 para, 5 para, anan 10 para. O'shantib boshtalgandi. Men o'sha 10 paralikqa 98-yil berdi konkursga qatnashdim. Unda ancha eglikli bo'ldi. Men birinchi mesdaga chiqa olmadim. Ikkinchi mesdaga chiqdim. Al kezde o 20 hududda Abduxoliq qori, Tajik qori bor edi. O'sha kishining 5 o'g'li qori ekan. O'sha 5 o'g'ildan cho'ngdori boshqa yoqda o'xshaydi. Eng kichkisi где-то o'sha molda 12 yoshdagi bolada. Anan o'sha 12 yoshdagi bolamen bu yerda atandashib qorilar ko'p, biroq o'sha birinchi mesdani o'sha Tajik qorining bolasi oldi. Ikkinchi mesdani men oldim. Anan o emeda Qo'ytashda. Turkiyadan keyin qorilar Abdulloh Qo'ja degan qori bor bo'ldi. O'sha Zamir qori aka mufti bo'ldi-ku. O'sha kishi yana Qoraoltida Abdurahmon Shayxning inisi Abdurahmon qori aka, hozirgi Nurulloh qori aka, o'shalar o'sha Abdulloh Qo'janing qo'lida o'qiydi. Ular o'qibay qolibdir. Konkurs men ikkinchi mesdan olib o'tam. Tajik birinchi mesdan olib o'tadi. Uchinchi mesda yo'q. Anan ertasi kuni qayra konkurs boshqadan boshlanadi. Birinchi mesdaga Abdurahmon qori aka chiqib ketdi. Buni uni ayoy qo'z bo'lsa-da. Birinchi mesdan o'sha Abdurahmon qori aka oldi, ikkinchi mesdan Abduxoliq qori aka bolasi oldi, men qayra uchinchi mesdaga tushib, egiliksiz bo'lib qoldi. Uchinchi mesdan oldim 98-yil. Anan kuzundasi emeda Bakuda konkurs bo'lib, bu yoqdan 3 mesda olganlar o'sha yoqqa borib, Bakuda o'sha Esengi bo'yicha bo'lar ekan o'shundayda. Al kezde Esengi dedilar Qorazda. Ozarbayjonda. Anan oyoqqa jo'naganda anan boyagi Abduxoliq qori aka olis yerga bolasini jo'natganga jash bo'ladi, 12 yoshdagi bola. Ancha ichi chiqmadi o'xshaytan. Abdurahmon qori aka, Zamir qori aka men uchimiz ham Bakuga konkurs qildik. Oyoqda tap-taqir egiliksiz bo'lgan. Abdurahmon qori aka uni qo'z bo'lganligi uchun birinchi mesdani 3-mesdaga ilashdi. Bakuda o'sha Turkiyadan kelgan qorilar Ozarbayjonlardan o'qitgan baldari bor ekan, ular ayay qiyin ekan. Hozirgi baldar chiqibdi Qoraoltidan. Har bir oyatning nomerigacha aytibdi. Bular biz al kezde bunday jatdavli o'qib bersak, nomerini aytgan bizda yo'q edi. Ana yoqqa borsak, ikki bola nomerini aytgandan keyin avtomatik biz nolga tushdik. Abdurahmon qori aka 3-mesdan oldi, anan $750 ekan. 3-mesdaga priz oldi.